Tracker 2, Kia Sonet, Tiggo 2 Pro mashinasiga qiziqib yurgan akalar, sizlar uchun zo'r variantda mashina topib qo'ydim. Jetor X50. Narxi tan narxini aytmasam deyshadi. Mana 240 million so'mga bu yoqda 1.5 turbina, hammasining motoridan ham kuchli bo'ladi. Aytib o'tgan brendlarimda 4 ta Porsche'li bo'ladi. 156 ta ot kuchi ham ko'p. 1.5 turbina bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Balonlari yumshoq, almashtirmas dizayni, oldi ko'rinishiga bitta alohida e'tibor berasiz. Shu darajada premium ko'rinishga ega, faralari LED 360, panorama tom, xullas nima xohlasangiz ushbu avtomobilda mavjud. Salon qismini ham alohida ko'rib o'tasiz. Yonishiga bitta baho berasiz. Skoroslari joystick bo'ladi, besprodnoy zaryadnik, splashnoy monitor ketgan, 80-90% o'zi sifatli eko ko'jadan foydalanilgan, o'rindiqlarda isitish funksiyalariga ega elektronli bo'ladi. Orqa ko'rinishiga nima deysiz, bitta baho berib olasiz. Haqiqiy Mercedes shundoq kopiyasi orqasi ham. Ushbu avtomobilga qiziqqan bo'lsangiz 240 million so'm aytib o'tgan brendlarimdan arzoniga bunaqasi hali hech qayerda yo'q. Birinchilardan AD Master Namangan Jetor avtosalonida mavjud. Shu mashinaga qiziqqan bo'lsangiz, boshlang'ich to'lov atiga 70-60 80 million so'm bilan ham sizlar bitta pasportni o'ziga xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Pastdagi nomerlarga telefon qiling, yurakchani bitta qizartiring. Men siz uchun eng qulay bo'lgan shartlarda va sizga ma'qul keladigan avtomobillarni qo'yib boraman.